Prezident Shavkat Mirziyoyev Turkiyada. Bugun 29-yanvar kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi Prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'anning taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan Turkiyaga kelmoqda. Anqara shahrida O'zbekiston va Turkiya yetakchilari O'zbekiston-Turkiya strategik hamkorlik kengashining 4-yig'ilishini o'tkazadilar. O'zbekiston Prezidentining Turkiyaga tashrifi arafasida Turkiyaning ayrim mashhur binolarida O'zbekiston davlat bayrog'i ilindi. Jumladan Anqaradagi Turkiya palatalar va birjalar ittifoqi binosi, Istanbuldagi Galata minorasi, 15-iyul shahidlar ko'prigi O'zbekiston bayrog'i bilan bezatildi. Turkiya matbuotida ikki davlat orasidagi munosabatlar haqida materiallar e'lon qilinmoqda. Bugun O'zbekiston va Turkiya orasida 3 milliard dollarlik savdo, haftasiga 100 ga yaqin reys, siyosiy, iqtisodiy, madaniy yaqinlik mavjud. Yana bir e'tiborli jihat, rasmiy raqamlarga ko'ra Turkiyada 100 mingga yaqin o'zbekistonliklar yashab ishlamoqda. O'zbekistonliklarning sayohat uchun eng sevimli yo'nalishlari orasida ham Turkiya 3-o'rinda. Prezident Mirziyoyevning Anqaraga tashrifi qardoshlik, ishonch va mushtarak kelajak sari navbatdagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.